Bizni haqqimizni berish kerak bo'lganlardan biz so'rashimiz kerak do'stlar. Uni ado etish kerak bular. Uni joyiga qo'yish kerak. Buni men hal qila olmayman bitta o'zim chiqib. Ha? To'g'ri emasmi? Bitta partiya buni hal qila olmaydi yoki ikkita, uchta muxolif shaxs buni hal qila olmaydi do'stlar. Siz borsiz-ku, shuncha million tashqarida yuribsizlar. Qani sizlar o'zi? Qani sizlar? Qani ijtimoiy tarmoqda? Qani sizlar? Nima sizlar zo'rmi hayotdan yuribsizlar Angliyalarda, Koreyalarda? Ha? Zo'rmi bo'lgandan O'zbekistonda ketdinglarmi? Yo'q-ku. Xotin bola chaqanglardan uzoq. Mana siz ham hammamiz zo'r bo'lgandanmi ketdik? Yo'q. O'sha abgorlikdan, ish bo'lmaganligidan, ya'ni erkinlik bo'lmaganligidan chiqib ketdi, to'g'rimi? Hech hamma narsani, ya'ni hamma narsa monopoliya bo'lib ketganligidan chiqib ketdik. Qani sizlar endi? Borib olding, mayli 1-2 so'm topding. O'shani jo'natyapsan. Bu degan sendan uni tortib olishyapti-ku. Na bolangga yaxshi qaray olasan, ta'limi yaxshi uni. Na bir doktorlar unga O'zbekistondagi bilasan qancha apteka bilasizlarmi? Aptekalar qanday ishlashini, qanday dori-darmonlar O'zbekistonda sotilayotganligini hech bir Yevropaning, hech bir dunyoning normal davlatida O'zbekistondagi sotilayotgan bunaqa 2 pullik falshiy katta ko'pchilik dorilar bular sotilmaydi. Juda sifatsizdir. Buning foydasidan ziyoni ko'pdir. To'lib ketgan aptekalar. To'lib ketgan. Sababi har bir soha o'z ishini qilmayapti-da. Buni tekshiradigan, buni nazorat qiladigan hamma joy, hamma yaxshi yashamoqchi, hamma oligarx bo'lmoqchi, hamma zo'r bo'lmoqchi. O'sha amaldagi mansabdagida ham shunaqa tushunchada, yo'q bu xalqqa xizmat qilishga kelganman. Ya'ni u ta'lim olmaganda unda fidokorlik yo'qdi. U o'qitilmagan, u sotib olgan diplomlarni. Sotib olgan, yo'q, o'lgan ta'lim. Buni falsafasi o'qimagan. Agar bularni davlatchilik, davlat intizomi, xalq nima, davlat egasi kim va qanday ishlashi kerak, ya'ni buni so'rovini xalqaro standart bo'yicha o'tkazsang bulardan birrontasi bu testdan o'ta olmaydi. Birrontasi o'ta olmaydi, mana shu amalda o'tirganlar. O'ta olmaydi bular. Bilmaydi siz zaten. O'shaning uchun bu amalga kelsa o'g'irlash, amalga kelsa zo'r bo'lish, amalga kelsa pora, o'zi zaten pora berib soxta diplomlar universitetga borsa boradi, bormasa boradi, koridorda bitkizgan katta ko'pchilik. Bular endi amalda sizga machinadi, bizga machinadi. O'shaning uchun uni ustiga biz bularni yedirib ichirib qo'yibmiz. Kundan kun bularni shishiryapmiz-da, kundan kun quturyapti. Kundan kun haqoratlayapti internetda. Kundan kun chiqib haqoratlayapti. Yo internet rivojlandi, mani hamma ko'radi. Qanday odam bo'laman demayapti. Ko'ndalang qo'ygan, gapirasan nima, gapirmaysan, sen kimsan deydi bo'lgan. Sen kimsan deydi. Biz buni kimligini eslatishimiz kerak bularga. Tashqarida yurganlar do'stlar. Asosan qo'lingizda imkon bor gapirishga, fikr bildirishga, e'tiroz bildirishga. Nimaga hammamizda bola chaqa bor. Ana shu bahonani yig'ishtirib qo'ying-da. Bir-birovga so'kishdan qo'rqmaysizlar, bir-birov haqoratlaysizlar, bir-birov mafiya bo'lib olgansan, topib yorib yuboraman, ya'ni o'zbekka-da faloningni o'qilaman kerak emas bu narsani do'stlar. Kuchli odam kuchini kuchliga ko'rsatadi, ojizga kuchini ko'rsatmaydi, to'g'ri emasmi? Biz aql idrok bizga nimaga berilgan? Biz o'z haqqimizni olishimiz kerak, bu yig'ishtirishimiz kerak bunaqa mardikorchilikda yurishni. Qachongacha bularni boqib qo'yib, bular esa isloh qilmayapti hech narsani. Biz so'ramayapmiz yaxshi. Isloh qil, qil islohot. Qani sohalaring, qani oltinlar, qani seni islohoting deyishimiz kerak. Hech bo'lmasa yozing, qani islohot, qani natija. Va'da berding, bajara olmading, endi natijang yo'q. Nimaga o'tiribsan? Oddiy buni so'rashlik. Natijang yo'q, nimaga o'tiribsan? Baraka topkurlar. Nima qilmoqchisizlar yana? Shu paytgacha 10 yillik ichida biron bir sohani o'zgartira olmadi. Mardikor soni ko'paysa ko'paydi. Gaz masalasini yechmadi, elektr energiya masalasini yechmadi, yoqilg'i masalasini yechmadi. Ta'lim endi qo'yavering. Qo'yaverasiz endi ta'lim nima bo'lganda. Bog'chalardagi mahsulotlar
qanday bir go'shtlar berilayotganligini rasmlari bor. Olib chiqib o'tirmayın. Uni rasmini qo'yib, zahar ziqqim yeyapti bolalar bog'chalarda. Zahar ziqqim, qon talash bo'lib ketgan go'sht. Xudo biladi, o'lgan mol go'shimi u. Mana shuni yeyapti sizni bolalaringiz. Siz bilmaysiz uni. Chetda yuribsiz, pulni jo'natib yotibsiz. Balkim bog'changizga 1 million to'lagandirsiz. Aslida tekin bo'lishi kerak u narsalar, minimal summada. Tekin bo'lganda endi bilavering nima bo'ladi. O'sha pul berdim deganingiz o'shani yediryapti sizga. O'sha go'shtlar, o'sha mahsulotlarda rasmlari turibdi menda. Qancha bog'chaning ta'minot qiladiganlarning mahsulotni olib borib berayotganlari bor. O'shanda videolar turibdi. Yig'lab orasan, ya'ni norasida-ku. Norasidalarga shunaqa muomala qilinyapti. Qon talash bo'lib ketgan, muzlatilgan go'sht. Xudo biladi u qanaqa molli go'shti. Ishonavering. O'sha umumiy tarqatiladi hamma joyga. O'ylamang, "Voy, meni bog'cham." Yo'q, o'sha tarqaydi umumiy. Ta'minotchilar bor, har xil katta-katta ta'minotchilar. O'shalardan videolarni jo'natishyapti. Buni bizning norasidalarimiz yeyapti, deyapti. Siz xabarsizsiz undan. Bilmaysiz-ku katta ko'pchiligingiz. Sizga buni rasmini ko'rsatib o'tirmaydi-ku, murojaat qilishmaydi, to'g'rimi? Murojaat qilishadi, aka, baba qarang video, qarang, oling. Mana ta'minotchi, mana shu MChJ, mana bog'cha va maktab ta'minlayapti. Go'sht ahvolini qarang. Qarang buni mahsulotini. Yeyapti norasidalar. Sizni bizni bolalarimiz o'sha. Sizni tashqarida amaldorga biz butun bir resurs bularga topshirilib, soliqlar to'lanar ekan, bu uchun emas. O'zlarini bolalari yeydimi o'sha joyda? O'zlari o'sha marketlardan, magazinlardan narsa olib yeydimi? Yo'q, toza qo'yilgan, tog'da maxsus boqilgan. Mana shunaqa narsa edi. Ravo ko'rmaydi. Qanday bo'lish kerak edi? Bu xalq bilan bir bo'lish kerak emasmidi bular? Biz buni eslatishimiz kerak, do'stlar. Bizning burchimizdir, vazifamizdir. Bizning oldimizda bular majburiyati bor. Xuddi bizning majburiyatimiz harakat qilish, ishlash, o'tirish emas-ku, hokimiyatda olibki oshshi. Bu mantiqsizlik biroz, absurd. Olibki oshshi, olibki pulni, olibki dollarni demayapmizmi? Demayapmiz. O'rtada harakatdamiz. To'xtamayapmizmi? To'xtamayapmiz. Buni da vazifasi, majburiyati bor bularning. Bularning da majburiyati bor. Bularning bizning oldimizda majburiyati bor. Bo'sh qila olmayaptimi? Yo'qmi, chiqsin, ketsin. Birontasi iste'fo bersin. Ya'ni iste'fo boshlab beradi. Kimdir iste'fo berib yoki siz iste'fo so'rarkansiz, mana shu zanjir ishlashi kerak. Buni ishlatmayapti bular, maxsus. Ya'ni unisini oladida bu joyga, Musayev hozir Koreyadan butun oshkor qilib tashlayapti. Bo'shatilyaptimi? Bu demokratik davlatmiz-ku. Qani buni iste'fo bergani qani buni? Sog'liq saqlash vaziri bo'lganida bolalar o'limiga sababchi bo'ldi. Undan oldinda boshqa joyga vazir qilib, amaldor qilib qo'yildi. Ko'ryapsizmi qanaqangi o'zi xalqni qon talash qilgan, xalqni bolalarni o'limiga sababchi bo'lgan odam boshqa joyda migratsiyadan soqqa qilishga imkon berib qo'yildi. Mana nima? Yana bular ochiq-oydin, bu xalqqa ochiq-oydin, ya'ni bu daraja bo'lmaydi-da. Bu daraja naglilik amaldor qilmasligi kerak. Qo'rqish kerak. Hozirgi ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan paytda qo'rqmayapti. Ammo siz bir-birimizni aldayapmiz. Jamiyat olarak, xalq olarak biz xalq bo'lishimiz kerak-da. Olomon bo'lmaylik. Har doim falsafadir, reformatorlar xalqni olomon bo'lishdan chekinishga chorlab keladi. Biz xalq bo'laylik. Millat olarak bulardan haqqimizni so'raylik. Bular majburiyati bor biz oldimizda. Bizning norasidalarimizni bunaqa yedirib ichirish kerak emas. Bular maktablarda, bog'chalarda, bolnitsalarda bunaqa o'zlari yeb ichsinchi o'sha go'sht mahsulotlarini. Yo'q, o'sha uchun biz hamma narsani bularga berib qo'yganimiz yo'q. Buni so'rashimiz kerak, so'rashingiz kerak buni. Yozishingiz kerak, gapirishingiz kerak bu haqida.